Hind kinosining mashhur retro filmi Sangam suratga olinganiga 61 yil bo'ldi. Bugungi roligimizda ushbu film orqali tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan qahramonlarni birgalikda eslab o'tamiz. Aziz tomoshabinlar, video boshida kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosishni yoddan chiqarmang. Radha, nahotki sen shu yerdasan? Yuragimda qanchalik zahr zo'qqimga to'ldirganini o'zingga ayonku Gopal. U bo'lsa bu yerga qochib kelib o'tiribdi. Qay til bilan aytay do'stim, u menga xiyonat qildi. Shu xiyonat qildi. Radha, o'z xotinim. O'zing so'ra undan Gopal hayotimizga soya solgan o'sha ablah kim ekanini aytsin. Radha uchun mendan ham fidoyiroq o'sha odam kim ekan? Aytsin kim ekan? Ha, so'ra kim ekan? Do'sti uchun jonini fido qildi. O'shanda unga Sundar, mendan xafa bo'lma. Men seni sevmayman. Sevmayman degandim. Yuragimda faqat sen eding. Faqat sen. Seni qanchalik sevishimni bilsang edi. Do'stlik boshqa, muhabbat boshqa Gopal. Ayt. Meni sevasan. Gapir Gopal. Meni sevasan-ku. Sening o'lganing haqidagi xabar qanchalik haqqoniy bo'lsa, mening sevganim ham shunchalik haqqoniy. Men Radhaga uylanmoqchi ham bo'lgan edim. Lekin sening tek ekanliging haqidagi xabar kelib qoldi. Men o'zimni chetga oldim shunda. Men muhabbatimni do'stlikka sadqa qilib yubordim. Radha seniki bo'ldi, faqat seniki. Sudar, Radha ostonaga qadam bosib kirganida Ganga suviday pok edi. Bugun uyingdan bosh olib chiqqan bo'lsa-da, u hamon o'shanday pok, beg'ubordir. Radhani hammi, yo Radhani o'zinimi? Voy tavba, sizga nima bor yoshlar orasida? Kim chaqirgan bo'lsa o'sha boradi-da. O'yin kulgi yoshlarga yarashadi. Qizimizga Xudoyim Gopalday siqsir yigitni nasib qildi-yu. Hali bunaqa gaplar bor-da. Shu suvga ayting otasi. Meni ma'zur tutasiz, oqlovchi janoblari. Kelib Rajaday qizimni o'sha betamizga beramanmi? Na ma'lumotining tayini bor, na mol dunyosini. Quruq soldat. Radhani qaysi qo'shonasiga tushirib oladi? Ha? Birov Kyoto'ra nima ish qiladilar desa nima deb javob beraman? Havo quchlaridagi ajab to'g'ri xizmatini tashlab, ko'ldagi shaloq qayiqlarda suzib yuribdilar deymanmi? Yo janob. Gopal. Bolajonim Gopal. Ko'zi chog'im, mehribonim Gopal. Nima gap? Otangga bir ta'zim bajo qilchi. Axir o'zi nima gap aytsangiz? Juda katta gap Gopal. Qanaqa katta gap? Otangni haqqiga ta'zim bajo qil deyapman, sudyagina bolam. Sudya? Sen sudya bo'lding bolajonim. Oppog'im. Qani bo'l. Ta'zim bajo qil. Demak, qayoqqa ketayotganingiz ma'lum. Harbiy topshiriq va vazifalar belgilab berildi. Sizga yana shuni ham aytib qo'ymoqchimanki, siz Hindiston harbiy havo kuchlarining askarlarisiz. Vatan sizning bahodirligingiz, jasoratingiz va vatanparvarligingizga qattiq ishonadi. Yaxshi. Tinch parvoz tilayman. Bizga lutf qilsangiz, Gopal. Sakina, Avval bundoq so'raychi, men sizga qanday sovg'a olib keldim? qanaqa sovg'a ekan? Ana ko'ring. Radha-ku. Ana shunaqa. Bizlar ziyofatga kelganmiz. Lekin uni senda gap bor ekan. Shunga Qanaqa gap ekan? o'zi biladi. Uni mashinasi bo'lsa, meni samolyotim bor. Radhani samolyotimga o'tkazaman-da, butun dunyoni aylantiraman. London, Parij, Rim, hammasini tomosha qildirmasam, Sundir otimni boshqa qo'yaman.